Akalar, mana bu ko'rsatadigan uyimni ko'rib, hali uy olaman deb yurgan aka-ukalarimiz bilmadim nima ahvolga tushadi. Bunaqa uyni to'g'ri gap, juda ham bir ko'pchiligimiz havas qiladigan chiroyli lokatsiyadan 12 sotili uyimiz sotuvga chiqyapti. Akalar, uyimizga kirganimizda uyni olasiz, hech narsa qilmaysiz, faqat yashab bersangiz bo'ldi. Hamma shart-sharoitlari juda ham bir chiroyli holatga keltirilgan, kuxnyalari ham bor. Xullas, отдельный xona deysizmi? Bu yog'ini bitta ko'rsataylik-da. Kirganda o'ng qo'l tarafimizda uyimiz bor ekan. Mana bu uylarni ham juda ham bir chiroyli holatga keltirib remontlarini qilishib qo'ygan ekan. Mana bu ayvonlarini kafel bosib qo'yibdi va kirganimizda parket pollari bilan, konditsionerlari bilan akalar, patologlariga e'tibor beramiz, duvollariga, eshik romlariga boshqacha bir e'tibor beramiz. Mana bu o'zimizning derevyanniy eshik romlardan haligi sog'ligingizga ziyon yetkazmaydiganidan va ugolok divanlarigacha qo'yishib qo'yibdi. Shunaqa holatda ekan va yana bitta xonasiga kiradigan bo'lsak, bu xonasini ham chiroyli remontlari bilan, pol, patologlari chiroyli holatda, duvollarini hamma yo'g'i chiroyli holatda. Mana bu mebellari polni qolar ekan akalar. Xo'p, bu yoqda xonasiga keladigan bo'lsak, bu yoqda yana bitta xonasi bor ekan. Bu yoqda ham mebellari qoladi, hamma yo'g'i qoladi, patolog, pol, chiroyli holatda va o'rta pechkalarigacha bor ekan. Ukalar, o'rta pechkalari. Bu yoqdagi xonasiga kiradigan bo'lsak, xo'p, bu yoqda ham yana bitta shinamgina xonasi bor ekan. Bu xonasida ham chiroyli qilib remont qilib qo'ygan. Pollari parket, duvorlarida MDFlar, patologlari chiroyli holatda, lyustralariga ham e'tibor beramiz va o'rta pechga mana ikkala uy ekan. Mana shu bilan chiroyli holatda mana bu mebellari qoladi. Qisqasi, bu uyni olasiz, kelib yashasangiz bo'ldi. Boshqa qilinadigan hech narsa ishlaringiz yo'q ekan. Tayyor holatda suv, svet, nima desangiz hamma yo'g'i bor. Xo'p, aka-ukalar, огородlarini ko'ramiz endi. Mana bu taraflarida letniy kuxnyalari bor ekan. Letniy kuxnyalari ham juda ham bir chiroyli qilib kafellarni bosib, yaxshi sharoitlar qilib qo'ygan. Daraxtlarini ko'rib turibmiz. Uzumlari bor ekan, shoftolilar, gullarni ekishib qo'yibdi akalar bu yerda. Xurmo daraxtlari bor ekan. Naryoqda o'riklari bor ekan akalar, o'riklar ko'rib turibmiz. Bu tarafida, mana bu tarafda yana bittali oilaviy o'zim alohida yashayman, o'zimga alohida uy bo'lsin, bola chaqalardan ko'ra, jinday g'alva g'ashdan ko'ra alohida bo'laman deganlarga alohida xonasi bor ekan. Buni quplashib qo'yibdi. Bu xonasida ham, bu yerda ham ko'rsatib o'tay. Vannalarigacha bor ekan akalar, vannalarigacha, hojatxona, vanna, xullas hamma shart-sharoitlari bilan bor ekan. Bu yoqda jinday ali arashan qo'chqorlardan baqib qo'yaman desangiz, 2 etaj navesi bilan akalar, 2 etaj navesi bilan hovuzini ko'rib turibmiz. Katta qilib hovuzni qo'yib qo'ygan, hovuzni penoplast bilan obshipka ham qilib qo'yibdi, чтобы qishda muzlab qolmasin deb. Giloslarini ko'rib turibmiz. Огород chiroyliligini qaranglar, mazza-yu akalar. O'rigini ko'ryapmiz. Yana bitta o'rigi bor ekan, ispariya o'riklar, nari chekada tutlar, agrajdenalar yaxshi qilingan. Hojatxona rosa ham haligi o'zimiz haqiqiy hojatxonalardan uyimizni chekkasida bo'ladi-yu. Uyingiz orqa tarafida o'sha mana bog' dala bo'lib qoladi. Nari taraflarini ham operator ko'rsatib qo'ying-da. Mana shu uyimiz sotuvga chiqyapti akalar. Bu uyda bilmadim endi. O'tlarini o'rib chiroyli qilib yashab bersangiz bo'ldi. Tandirini ko'rsatdimmi? Tandirlarigacha bor. Tandirlarigacha bor. Aka-ukalar, lokatsiyasini ko'rsataylik endi. Videoda uzmasdan ko'rsataver. Videoda uzmasdan bir maza qilib ko'ringlar. Mana bu uylarda maza qilib ko'ringlar. Lokatsiyasi bu uydan ham chiroyli joyda. Juda ham bir chiroyli, yaxshi mahallada, birinchi liniyada, yo'lni bo'yida juda ham go'zal joyda akalar. Qo'shni taraflar bilan duvorlar chiroyli qilib urilgan, so'rilarini ko'rib turibmiz, so'kishlar qilingan, steyashkalar quyilgan. Aytganimdek, yashab bersanglar bo'ldi. Yashab bersanglar bo'ldi. Ayniqsa, mana uylarga e'tibor berdinglarmi? Quyoshga qarab turadigan tarafda. Quyoshga qarab turadigan. Bu joyimizga lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, O'sha oblast Aravon rayonida bo'lib, Aravon rayonini oktyabr oylida bo'lib qoladi. Akalar, oktyabr oyini Glavniy ko'chasini bilamiz. Aravonni sentridan chiqib kelayotganimizda hali Navbahorda pavoroti bor-a, chap qo'lga kirib ketadi-yu. Navbahorda pavorotiga kirib ketmasimizdan, u asherga yetmasdan o'ng qo'l tarafda 62-xonadonimiz sotuvga chiqyapti. Akalar, mana shu uyimizni bir havas bilan ko'rayotganlar bittadan like bosib ketamiz. Endi bu uyimizni puliga keladigan bo'lsak, 12 sotiklik uy, katta yo'lni bo'yida, Aravonning sentriga yaqin. Mashinangiz bitta xalastoy qilib tushib yetib olsangiz bo'ladigan joyda, maktab bog'chalari yonida bor, stadion, plashatka hamma yo'q bor bu mahallada. Shart-sharoitlar juda ham zo'r bilamiz. 15 million so'm
kami bor qo'yilyapti. Qirg'iz puliga 15 million so'm kami bor, egasini nomerini ekranlarda qoldiryapman yoki bo'lmasa описаниеda bo'ladi. Egasiga telefon qilib, yana ham bir kam ko'zlarini gaplashib olamiz. U ko'chasidagi archalariga ham e'tibor berdingmi? Ancha yillardan beri o'zlari yashab yurgan uylar ekan. Havas qilganlar bittadan laykni bosib ketamiz. Uy olaman deb yurganlar bo'lsa, podpiskani bosib qo'yamiz. Reklama xizmatlari kerak bo'lsa 0556 bilan 20 20 48 nomeriga murojaat qilamiz. Rahmat.